Maktab boshlanishi bilan bolalar orasida virusli va bakterial infeksiyalar tez tarqaladi. Sentyabr oyida ahamiyat bergan bo'lsangiz, bir xil simptomatika bilan murojaat etish ko'paygan bo'lsa, oktyabr oyiga kelib esa bolalar orasida yozda ham kuzatilmagan o'tkir ichak kasalliklari simptomatikasi bilan birgalikda o'tkir respirator kasalliklar simptomatikasi birgalikda kuzatilishi boshladi. Va bu ota-onalar va shifokorlar orasida vahimaga soldi. Xo'sh, o'zi bu qanday klinik belgilar bilan murojaat etishmoqda? Bolalarda oddiy silib bilgan shamollash belgilari, umumiy holsizlik, burun oqishi, yo'tal, tana haroratini ko'tarilishi, ya'ni o'tkir respirator kasalliklar klinik belgilari bilan bir vaqtda o'zida o'tkir ichak infeksiyasi klinik belgilari, ya'ni kuchli qorinda og'riq, qusish va ich ketishi birgalikda kechmoqda. Ba'zi bemorlarda tana harorati ko'tarilmasdan turib, yuqoridagi klinik belgilar boshlanganda ota-onalar tomonidan uy sharoitida davolab turib, 3-4 kunga borib bola ahvoli og'irlashishi kuzatilyapti va bunday bolalar hattoki reanimatsiyaga olinmoqda. Bu kasallikda umumiy holsizlik juda ham kuchli bo'lib, bemorlarda kuchli sarg'ayish yoki oqarish bilan kuzatilyapti. Bemorlarda laborator tekshiruvlar o'tkazib, bu virusnimi yoki bakterial infeksiyami deb tekshiruvlar o'tkazilganda har xil muhokamalarga sababchi bo'lyapti. Kaprologik tekshiruvlar o'tkazilganda hatto yozda aniqlanmagan amyoba dizenteriya ham aniqlangan bemorlarimiz bo'ldi. Bu virusdan farzandlaringizni himoya qilish uchun jamoat joylarga borishdan saqlaning va farzandlaringizni ko'chada ovqatlanmaslikka odatlantiring. Farzandlaringizni biz bilan sog'lomlashtiring, zero orzularni sog'lom bolalar quradi.